eng tekshirib olsa ham bo'ladigani qizga qaysidir mavzu gapirilayotganda kutilmagan holda savol berib ko'rish kerak. O'sha o'zi xohlayotganda, kutilmagan vaziyatga, kutilmagan holga, nimaga uchrashuvlarga chiqayotganda ham etmasdan orqa-burotdan qarab ketishadi. Chunki u tabiiy kundalik yurgan tarzini ko'rib, o'sha holida ko'rishadi. Chunki uchrashuvga chiqqan kelin obrazida o'zi boshqacha bo'ladi. Ana o'sha tabiiy hollarni, tabiiy holatlarni tushirib, tekshirib olinsa, keyinchalik ham yashab ketishida qiyinchiliklar kamroq bo'ladi. Ba'zi bir oilalar qiz bolani uchrashuv yurishi noto'g'ri deb hisoblaydi, kimdir buni to'g'ri deb hisoblaydi. O'zimni qizim ham bor, o'g'lim ham bor. Menimcha baribir turmush qurishdan oldin qanchadir vaqt bir-birini bilib, uchrashib, gaplashib, 3-4 ta nizolardan o'tib, bu nizolar har xil bo'lsa, undan ham yaxshi. Moddiy nizolar, kimdir qayergadir olib borishni xohlaydi, kimdir olib bora olmaydi vaziyatidan kelib chiqib. Qanaqadir oilaviy vaziyatlarda adam buni yo'q dedilar yoki adam mana bunaqa dedilar deb nimadirlarda 3-4 ta kichkina nizolarda ham to'qnashib, ana o'shalardan o'tib keyin oila qursangiz, bu sizga ancha foydali nizolar bo'ladi.